Assalomu alaykum aziz obunachilar, Telegram, Instagram kuzatuvchilarimiz. Demak, o'rtoqlar, maqsadga o'taman do'stlar. 20 dona iPhone 7 Pro Max original aksiyasi hamda 15 dona Samsung Galaxy 26 original. 10-may kuni men e'lon qilgandim. Mana akamiz oldiga keldik. 10-may kuni to'lov qilgan ekan. O'zi necha kundan beri telefon qilib ishonmay, Xudo xolasa mana bugun biz boshlab oldik. Akamizga birinchilardan bo'lib to'lov qilgani uchun iPhone 7 Pro Max originalni topshiraman. Qolgan to'lov qilgan obunachilarimiz ham kutamiz do'stlar. Shaxsan o'zim borib mana shunday topshiraman. Demak, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamang. Kayfiyatlar qalay? Kayfiyat a'lo. Biz mana Allohga niyat qilib aksiyada ishtirok etdik. Haqiqatan rost ekan, gap yo'q. Ishondingizmi endi? Boshida to'g'risi ishonmagandim aka, mana endi ishondim. Aka bir bilmadim, bir shu necha marta telefon qildingiz shu to'lov qilgandan keyin? Bir 50 marta qildim, yolg'on emas, 50 marta qildim. WhatsAppda ham to'ldirib yozib tashlagan, bir-ikki salanoylar ham yozgan ekan, negativ, lekin aka mana keldik, biz aytdik. iPhone 7 Pro Max original. Mana shu Essaro brendi, meni lichniy o'zimning brendim bo'ladi aziz obunachilar. Nexus 2 ni ham topshirdik, xudo xolasa 10-iyundagi o'sha necha dona ID raqam olgansiz? 20 taga, 20 taga. 20 taga to'lov qilgan, xudo xolasa 20 ta o'sha ID raqam 10-kuni ham ishtirok etadi. Aynan mana shu Essaro atirning orqasidan avtomobil yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Men aytdim, birinchi yutug'ingiz aka, mana sizga iPhone 7 Pro Max pachka, salafan aka. Bu haqiqiymi o'zi? Aka original. Original. Bir niyat qilib o'zi onamga podarkaga niyat qiluvdim-da, haqiqatan qarang, Alloh o'zi yetkazadi-da. Onaxongami? Onaxonga xudo xolasa Nima sababdan? Bo'lgan kunlar yaqinda. O'shanga sovg'a qilaman, niyat qiluvdim. Haqiqatan ham. Aka, yangi original bu. Pachka men o'zim mana videoda ham aytayapman, undan oldin ham e'lon qilganimda ham aytganman, 20 dona iPhone 7 Pro Max original deb turib, endi ko'plar ishonganlar bor, ishonmaganlar bor. Misol siz ham mana qancha 4 million to'lovga amal oshirgansiz, 4 millionga. 4 millionga bilasiz iPhone 7 Pro Max bermaydi. Lekin men beraman, bu men obunachilarimning aksiya. Aynan mana shu Essaro brendidan, homiylaridan bu aksiyaga qo'yilgan. Aka, rozimisiz mana, xursandmisiz? Xursandman aka, ishonmagandim boshida, endi ishondim rost. Agar ishonmasangiz mana bemalol ochib, obunachilar oldida ko'rsatishingiz mumkin. Onamga podarka qilaman aka, onamga. Shuning uchun agar muammo bo'lsa, aka bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mana hammani oldida aytayapman, original deb men aytganman, original telefonni olib kelib berdim. Rahmat kattakon sizlarga. Boshida to'g'risi ishonmaganim, hozir kelganinglarga hozir ham ishonmayapman. Hozir rahmat aka. Hammaga o'ynanglar, aksiyada ishtirok etinglar, yutinglar. Xudo xolasa aka, sizga ham buni orqasidan endi aka avtomobil nasib qilsin. 10-iyun kuni xudo xolasa obunachilarimiz qo'llab-quvvatlasa, chiroyli bir final bo'ladi yana. Bir dona Moza, 2 dona Cobalt. Qaysi birini niyat qilyapsiz endi? Endi Cobaltga harakatda. Cobalt. Bo'ladi, xudo niyat yaxshi bo'lsa Cobalt ham bo'ladi. Xudo xolasa. Xullas, aka tabriklayman. Mana sizdan olib kelib berdim aka. Biz qutuldik aka sizdan. Rozimisiz? Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Rahmat aka, sizga ham ishonib olgani uchun aka, ishtirok etgani uchun kattakon rahmat. Kattakon. Keyingi ishtirokchimiz kutamiz. Ulug'bek Qayumov sizga 7 Pro Max olib boradi. Hammaga omad.